Assalomu alaykum azizlar. Mana velo marafonimiz davom etyapti. Hozir biz Alisher Navoiy nomli xiyobondamiz. Mana juda ham go'zal manzaralar, mana juda to'yib zavqlanasiz, bahramand bo'lamiz. Ammo qarang, go'zalliklarni qarang bu yerda. Ertalabki havo toza, havo tanga mazza havo ekan. Havolar toza. Bir odam bor ekanda, hali odam o'sha yina uzoqda tursa, yinani teshikda mashina qilib ipni o'tkazib olar ekanda. O'zi yinani nimasidan mashinada qilib zo'rg'alatdan o'tkaziladi. Shu 3 metr to'lmasdan o'tkazar ekan, hamma hayron qolar ekan. Bu gap endi podshoni quloqiga ketibdi. Podsho chaqirdi o'sha nimani debdi. Odam debdi. Mergan debdi. Endi hali odam kelibdi. Hamma saroy ayonlari to'planibdi. Qani hunaringni ko'rsat debdi. Hunaringni ko'rsat debdi. Hunarni ko'rsatdi. Hamma tasanno debdi. Shunda podsho 100 tanga beribdi hali odamga. Keyin 10 darra berdi urushga. Shohim nimaga desa, mana u 100 tanga debdi. Hech kim uddalamagan ishni qilgani uchun debdi. Ya'ni 10 darra debdi. Bekorga vaqtingni sarflaganing uchun degan ekanda. Endi o'shanga qancha zikrdan qolgan, shu narsani o'tkazaman deb yina nimasdan. Endi hozir o'ylashlaring mumkin, mana bular yurishibdi, bekor deb yo'q. Bu ham bir ibodat bu. Mana o'sha doktorlarim aytyapti, tabiblar aytyapti, mana bu velosiped joni foyda ekanda. Bu ham bir ibodat ekan. Bu tani sog'lig'imizga. Bu narsa biz bekorga yurmayapmiz biz. Tani sihatli, tani boylik deydi-yu. O'zimiz sog'lig'imizni tiklash uchun mana velosipedda yuribmiz. Mana velosipedda ham bir xil odam o'ylayapti, masalan tilimizda mana anaqalar bor. Zikrlar bor, zikrlar aytib ketamiz-da. Bu oshkor qilish shart. Yana Allohning mo'jizalarini ko'rib ketyapmiz. Yo'l-yo'lakay. Yaqinda domla Toshkentda Termiziy degan domla bor. Shu aytyapti, haftada bir marta deyapti, ananiylar deyapti. Toza havoga chiqinglar deyapti. Imkoniyat bo'lsa, birodarlaringiz bilan, imkoniyat bo'lsa, farzandlaringiz bilan birgalikda har haftada odat qilib qilinglar shu narsani. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, sayr qilinglar degan ekanlar-da. Biz mana shu hadisga muvofiq ish qilyapmiz-da. Mana endi kimgadir undan ko'ra uni o'qimaysan yoki nafl namoz o'qimaysan deydi-da. Endi u hamma narsa o'z vaqtida. Doktor Ichanov ham gapirdi, velosipedning foydasini. Tabiblar gapiryapti. Mana biz shularga amal qilgan holda mana o'zimizni qana sezyapmiz, to'g'rimi? Masalan, qonda suyultirgandan keyin kasal bo'lmas ekan. Albatta. Qonni suyuq odam hech qachon kasal bo'lmaydi. Asosiy qonni qo'yilishi ham kasallik. Kecha endi yana bitta narsa, mana gap kelib qoldi o'rnida. Hozirda bizda ana balet bilan shug'ullanganlar bo'lar ekan, ular mana bunaqani ko'p qilishadi. Keyin bittasi ko'rib turib, men dedi, o'zim ana sportda anaqasini o'rgatib, shu masalalarni qilib, demak, baletchilar ham bekor qilmas ekan. Biz ham bekor qilmas ekanmiz, mana turgan joyda shu oyoqni mana dikilib mana shu oyoqni. Masalan 2 minutdan qilinglar deyapti-da endi. Shu bekorga borsak, ya'ni baletni qilayotganlarda hammasi turib mana harakatga bog'laganda harakat. Mana go'ybada raqsga ham tushib ketamiz, to'g'rimi? O'shancha raqqosalar bilan raqqosalar kasal bo'lmas ekan. Nimaga? Oyoq harakat bo'lyapti, qo'l harakat bo'lyapti, harakatda. O'shaning uchun raqsdan ham uzoqlashib ketdik. Bitta o'yinga tushaylikmi, shu muzikani qo'yib. Qanday bo'ladi? Muzikani qo'yib, xudo xohlasin. Duo qiling. Ilohim. Amin. Gap ko'p, agar gapirsak, ertalabgacha gapimiz tugamaydi. To'g'ri. Avvalo tinchlik bo'lsin. Tinchlik ham men ko'p gapiraman. Go'zal yurishlarimiz, mana marafonlarimiz yarashadi. Azizlar, sog' bo'laylik. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Vatanimiz osmoni musaffo bo'lsin. Mana o kasallarimiz bor. Mana kasal ham demaylik, endi uyda yotishdi, dam olishgan. Barakamga sog'lik salomatlik bergan Allohim. Shukrullo akamga, Said Orifxonga, Muhammad Ali akamga Allohim tez kunda ular sog'ayishib, yana o'zimiz safimizga qayta o'zlari boshqarsin Allohim. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik, balolardan, ofatlardan Allohim o'zi asrasin. Do'stligimiz, birodarligimiz qiyomatgacha bardavom bo'lsin. Yana o'sha nimani aytamiz? Nima bo'lib qolgan, kim bo'lib qolgan. Sport bizni birlashtirdi. Sizlar edingiz qayda, bizlar edingiz qayerda. Allohu akbar. Barakalloh.